Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala wa rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alloh taologa hamd sanolar va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salom salvatlar. Hop, biz uxlashning odoblari degan mavzudagi sunnatlarini bir nechasini o'tgan darslarda o'rgandik. Ana shulardan bir qator eslab o'tsak. Hop, birinchisi xuftondan keyin ertaroq uxlash. Ikkinchisi bismillahni aytib eshikni yaxshilab berkitish. Uchinchisi idishlarni ustini yopish. To'rtinchisi chiroqlarni o'chirib yotish. Beshinchisi tahorat bilan uxlash. Oltinchisi agar qo'lida kir bo'lsa chayqab yuvib uxlash. Yettinchisi to'shakni 3 marotaba qoqish. Sakkizinchisi ko'ziga surma qo'yish. 10-si yaxshi niyat bilan yaxshi niyat qilib uxlash. 9-si ekan. 10-si bo'lsa uxlashdan oldin tavba qilish. Bugungi mavzuimiz bo'lsa yurakni hasaddan va gina saqlashdan tozalab uxlash. Bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi. Qolan nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Ya bunayya, in qadarta an tusbiha va tumsiya, laysa fi qalbika ghishshun li ahadin taf'al." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ey bolam, agar sen uxlayotganingda qalbingda birov uchun g'ishshun degan so'z, birovda gina saqlashlik, birovda hasad qilishlik, birovda bir qalbida biron uchun ranjitadigan bir narsa bo'ladigan narsani g'ishshun deb aytadi. O'shaqa narsa sening qalbingda bo'ladigan bo'lsa tun vaqtida va ana shularni tozalab, ularni kechirib, ulardan xolos bo'lib uxlaydigan bo'lsang, ana shunday holatda tongga turadigan bo'lsang, shunga sen qodir bo'lsang, taf'al deyapti. O'shanaqa qilgin deyapti. Bu degani inson nima qilish kerak? Kechki vaqt uxlayotganda hammani kechirib yotish kerak. Sizga birov yomon gap gapirgan bo'ladimi? Yomon fe'l, ya'ni qattiq harakat qilgan bo'ladimi? Men uni Alloh uchun kechirdim deb turib yotish kerak. Payg'ambarimizning davrida sahobalarga payg'ambarimiz aytadi: "Hozir mana shu eshikdan jannatiy inson kirib keladi" deb aytadi. Hamma sahobalar kutib turishar ekan, jannatiy odam kim ekan deb ko'zlari to'rt bo'lib eshikni qarab kuzatib turishadi. Biroz vaqt o'tgandan keyin soqollari ho'l bir inson kirib keladi. Ya'ni tahorat olgan, qo'llarida suv tomchilari tomchilayotgan, soqollaridan ozgina suvlar ham tomchilayotgan inson kirib keladi-da, u kelib turib, masjidga kirib turib namoz o'qiydi. Hamma hayron qoladi. Shu inson jannatiymi? Payg'ambarimiz bashorat bergan inson shumi deydi. Keyin orasidan bir sahoba: "Men bu insonni qanaqa amal qilgan ekanki jannatiy bo'ldi ekan, payg'ambarimizga u inson haqida bashorat berildi ekan deb bu inson amalini o'rganaman" deydi. O'sha insonni uyini topadi-da, borib mehmonni o'zini tanishtiradi. "Birodarim, siz uyingizda 3 kun tunab qolsam bo'ladimi? Uzoq musofarda yurgan edim" degandek qiladi-da va uyga mehmon bo'lib keladi. Shundan keyin haligi inson bilan birga tunaydi. Tunaganda o'sha sahoba qanaqa amal qilgan bo'lsa, 5 mahal namoz o'qisa, har doimgidek duo qilsa, har doimgidek zikrlar qilayotgan bo'lsa, har doimgidek ibodatlar qilayotgan bo'lsa, bu inson ham haligi jannatiy insonda ham amallari xuddi o'ziga o'xshash ekanda. Qarasa, o'zinikidan hech qanday boshqacha bir ko'proq amalni ko'rmabdi. Undan keyin vaqt kelib, ketayotgan vaqtda so'raydi ekan. "Ey birodar, men aslida sizni oldingizga kelishimdan maqsad payg'ambarimizning davrasida o'tirganimizda hozir eshikdan bir inson jannatiy inson kirib keladi degan edi. O'sha siz kirib kelgandingiz. Men sizni qanaqa amalingiz bor ekan, shuni bilish uchun sizni oldingizga mehmon bo'lib kelgan edim. Qanday amalingiz bor? Bizga ham o'rgating" desa, aytarkanki,
meni hech qanday oshiqcha amalim yo'q. Siz o'zingiz mehmon bo'lib meni qilgan amallarimni ko'rdingiz. Siznikiga o'xshash meniki ham amalim bir xil dedi. Ha, shundaymi deb turganda keyin aytadiki oxirida, lekin meni bitta boshqacharoq amalim bor dedi ekan. Qiziqib so'raydi. Qiziqib qaraydi, tikiladi. Qanaqa amalingiz desa, men kechki vaqt yotishdan avval hamma insonlarni kechirib yotaman. Degandan keyin hali sahoba, ha, biz qilishimiz og'ir bo'lgan, biz qilishimiz qiyin bo'lgan ish mana shu. Kechki vaqtda biz birovlarni kechirmasdan yotamiz, hasad qilib yotamiz, birovlarga gina qilib yotamiz. Mana shu bizning eng katta kamchiligimiz dedi. Endi o'ylab ko'ring, hammamiz shu ahvoldamizda. Bugun sizga bir inson yomonlik qilgan bo'lsa, siz ertaga men uni o'chimni olaman, erta bo'lsin deb uxlaysiz. To'g'rimi? Ba'zilarimiz shunaqa. O bir oy yoki bir yil oldin qilgan insonning yomonligini bir kun o'chimni olaman, bir kun shuni qaytaraman deb yurgan insonlar qancha? Oramizda ham bo'lishi mumkin maktab o'quvchilari sizlarga. To'g'rimi? Shuning uchun bu bizga og'ir bo'lishi mumkin, lekin qalbingizdan o'sha narsani kechirib yotishimiz kerak. Bu ham eng katta fazilatlardan. 12-si tahajjud namozini o'qishga niyat qilib yotish. Qala Nabiy sallallohu alayhi va sallam man ata firashahu wa huwa yanwi ay yaquma yusalli min al-layli faghalabathu aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi min Rabbihi azza wa jalla. Nasai. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadi, diqqat qilamiz. Kimki to'shagiga kelganda tungi namozni o'qishlikka niyat qilib turishlikka niyat qilib yotgan bo'lsa, uning ko'zi uyquga g'olib kelgan bo'lsa, tong vaqtida kutiba lahu ma nawa, unga niyat qilgan narsasi beriladi. Va kana nawmuhu sadaqatan alayhi azza va jalla. Uyqusi uchun unga Alloh tarafidan sadaqa bo'lar ekan. Qarang. Bu qanaqa insonlar bilyapsizmi? Kechasi erta yotgan, ertaman tura olmadi. Tahajjudga tura olmadi. Shundagina ana shu niyat qilib yotgan bo'lsa, kechki vaqt niyat qilib yotgan bo'lsa, ertaman tahajjud namoziga turaman deb yotgan bo'lsagina, ana shu uyqusi g'olib kelgan bo'lsa, u odamga nima berilar ekan? Uyqusi sadaqa bo'lib berilar ekan. Sadaqa eng yaxshi Alloh taoloning ne'mati bo'ladi. Shuning uchun men sizlarga oldin aytgan edimki, kechki vaqt yotganingizda albatta ertagalikka turishligingizni vaqtisini niyat qilib yotishingiz kerak. Inshaalloh turishim kerak soat falonchida deb agar telefoningiz bo'lsa, o'shuni budilniklaringizni qo'yib qo'ying falonchi vaqtlarga. Eng yaxshi budilnikni men sizlarga aytaymi? Telefonsiz uyg'otadigan narsa. Bilasizlarmi? Kavsar surasini bilasizmi? Kavsar surasi ni aytishadiki olimlar. Budilnik deyshadi. Nima degani bu? Kechki vaqtda, uxlayotgan vaqtingizda, to'shakka o'tirgan vaqtingizda Kavsar surasini 3 marta yoki 7 marta o'qib, Alloh taolodan so'rang: "Ya Robbi, men tahajjud namozini o'qishga niyat qilyapman. O'zing tahajjud namozini o'qishlikka, turg'izishlikka yordam bergin" deb nima qilasiz? Duo qilib yotasiz. Ana shu vaqtda siz turasiz tahajjudda. Uyg'onasiz qadimki. Har doimgidek. Ko'zingiz lop ochiladi o'sha vaqtda. Endi u yog'i o'zingizdan. Sizni Alloh taolo uyg'otdi. Endi turmasligingiz o'zingizdan. Tursangiz niyat qilganingizni yetasiz. Turmasangiz ana shu savobdan mahrum bo'lasiz. Tahajjud namozi eng ulug' amal. Tahajjud fazilatini men sizlarga hozir aytadigan bo'lsam,
uni ichi juda ham chuqur, ichida juda ham katta fazilatlari bor. Bizga hozir shu yetadi. Keyingi safarlar nasib bo'lsa, buni yana ham kengroq, chuqurroq o'rganamiz. Tayyormizmi inshaalloh? 13-si hadisda kelgan sunnat duolarni o'qish. Buxoriy rivoyat. Hadisda kelgan duolar yotar vaqtida juda ham ko'p. Endi ana shulardan eng mashhuri, bizga tilimizga oson, yodlashimizga oson, yengil bo'lgan duolar bor. O'shalardan bittasi nima deymiz? Allohumma bismika amutu va ahya. Allohim, sening isming bilan o'laman va tirilaman degan duolar bo'ladi. Mana shu duolarni nima qilamiz? Uxlashimizdan oldin yotib aytib uxlaymiz. Yana shunaqa duolar ham bor. Yotganda o'ng qo'l bilan o'ng qo'lni qo'yib yotganda aytiladigan, o'ng tomonga qarab yotganda duosi bor. Yana boshqa. Buni inshaalloh amalda bajaramiz inshaalloh. 14-si Oyatul Kursini o'qib yotish. Buxoriy rivoyati. Endi sizlarga savol. Oyatul Kursini kim biladi? An Abi Hurayra roziyallohu anhu qol: "Vakkalani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi hifzi zakati Ramazon." Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. U kishi aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni Ramazon zakotini saqlashlikka vakil qilib tayinladi. Fa atani atin, bir kishi meni oldimga bir kishi keldida, faja'aluhu yahsu min at-ta'ami, ana shu yig'ilgan taomlardan ola boshladi. Fa akhadathu, men uni ushlab oldim. Faquntu, men unga aytdimki, la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Men seni so'zsiz Allohning rasulining oldiga olib boraman dedim, deydi Abu Hurayra roziyallohu anhu. Shuni hali kishi aytadi, Zakarul hadis, bir hadis aytibdi, bir so'z aytibdi. Iza awayta ila firashika faqra ayatul kursi. Qachon sen to'shagingga kelganingda Oyatul Kursini o'qigin dedi. La yazala alayka minallohi hafizun. Seni ustingda Alloh tarafidan bir qo'riqchi bo'ladi dedi. Eshityapsizmi? Wala yaqrabuka shayton hatta tusbiha. Shayton tong otguncha senga yaqinlashmaydi dedi. Shu gapni faqola Nabiy sallallohu alayhi vasallam, shu gapni men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga olib borib aytsam, Rasulul akram sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Sadaqaka va huwa kuzubun zaka shaytonun dedi. U yolg'onchi bo'lsa ham to'g'ri gapiribdi. Nima deyapti payg'ambarimiz? U yolg'onchi bo'lsa ham to'g'ri gapiribdi. Zaka shayton, bilasizmi u kim edi? U shayton edi deyapti. Tushundinglarmi bu voqeani? Shunday voqea ekanki, shayton odam suratida kelib, o'zi qilolmagan ishini o'rgatyapti. Qaysi yerlarga kira olmayman, qaysi odamlarni adashtira olmayman, qaysi odamga men tajovuz qila olmayman. Kimlarga desa, Oyatul Kursini uxlashdan oldin o'qib yotgan insonlarga deyapti. Oyatul Kursini o'qib yotadigan bo'lsa, demak shayton u odamga yaqinlashmaydi ekan tong otgunga qadar. Va Alloh tarafidan uning ustiga bitta qo'riqchi tayinlanar ekan. Yana shunday rivoyatlar keladiki, 2 marta o'qiydigan bo'lsa, 2 ta qo'riqchi bo'ladi. 3 marta o'qiydigan bo'lsa, Allohning o'zi hifzi himoyasida saqlaydi deyilgan. Demak, Oyatul Kursini kechki vaqtda o'qib yotish kerak. 15-si Baqara surasini oxirgi 2 oyatini o'qish. Buxoriy rivoyati. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Al-ayatani min ajri suratil Baqarah man qara'aha fi laylatin kafatahu." dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdi, Baqara surasining oxiridan 2 oyat bor. Kim uni tunda o'qisa, u 2 oyat unga kifoya qiladi, deyapti. Qarang. Bu hadisni qarang. Baqara surasining oxirgi 2 oyatini o'qib yotish kerak. Bu 2 oyat Amanar rasulu bima unzila ilayhi min robbihi wal mu'minun deb boshlanadi. Shuni kim biladi?
Bilmasangiz o'qishni bilganlar o'qib yotsin. Baqara surasini bilasizmi qayerda joylashgan? Qur'onning eng uzun surasi qaysi? Demak, mana shu amallarni qilishlikka Alloh subhanahu va taolo tavfiq bersin. Atiya va rizqan tayyiba va amalan mutaqabbala. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in.